Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Bugun sizlarga nimani ko'rsatmoqchiman? ChatGPT va Shayton Akbar programmalarini uyg'unlashtirgan holatda qanday ishlashni o'rgataman. Bu yerda maqsad nima bo'ladi? Birinchi masalan tayyor shablonni olamiz. Shablonni olgan holatda buni qanday qilib nimaga moslashtirish bo'yicha va ishimizni qilganimizdan keyin aytaylik Shayton 2 deb oladigan bo'lsak, istalgan bitta mana bo'yab olingan tekstni olamizda, kopirovat qilib olib, uni tekshirganimizdan keyin nimani ochib qo'ydim. Mana bu yerda terminalda tayyor sozlamani qilib qo'yganman. Qaranglar, ko'rib olishlaringiz mumkin. Birinchi qilingan sozlamani mana Shayton 1 bilan Shayton 2 ni qo'shdim ro'yxatga. Mana intervalni qo'ydim 5 sekundlik qilib. Endi oldingidek 3 sekund emas, sal ko'proq nima bo'ladi va minutni ham vaqtini 1 minutga qo'yib qo'ydim. Endi 1 minutga qo'yilgandan keyin mana tayyor tekst maydon ochganman. Xo'p. Mana bu yerda kopirovat qilganlarimni mana bu yoqqa qo'ysam bo'ladi. Tekst maydoni ichiga mana bosamiz. Qo'yildi. Xo'p, qo'yib oldik. Endi sal kattaroq ekran qilamiz. Mana katta ekran bo'ldi. Keyin qiladigan ishimiz nima bo'ladi? Xuddi shu kopirovat qilgan narsamizni mana ChatGPT sun'iy intellektda ishlayman. Sizlarga ham maslahat beraman. Xohlasangiz boshqa sun'iy intellekt bilan ishlashlaringiz mumkin. Lekin bitta qiladigan narsalaringiz avval mana bunaqa prompt berib olinglar. Bugun Shayton Akbar testlovchi o'yin uchun original tekst tashlayman deyapman. Birinchi original tekst tashlayman, keyingisiga u men tuzatganlarimni tekshirib berishni so'rayapman bu yerda qisqa qilib. Xo'p, tashladim va oxirgi ahamiyat qaratinglar. Tashlaganda ham bitta narsa qilinglar, mana bunaqa qilib olishi mumkin. Noto'g'ri nimada to'g'rilab olishlaringiz kerak bo'ladi. Chunki bir xil tekstliklar qabul qilmaydi matnlarni, shunisiga ahamiyat qaratinglar. Xo'p. Mana shuni qilib olgandan keyin men birinchi qiladigan ishim mana bundoq bir ajratiladi. Nimadir qandaydir chiziq bilan ajratilib, uning original yoki original emasligini bildirib qo'yinglar. Original hikoya deb qo'yaman. Xo'p. Mana endi ko'ramiz, qani nima bo'ladi. Original hikoya. Sal yuklanishi qiyinroq bo'lyapti, yo brauzerdanmi bilmadim, internet sayfiroq qabul qilindi mana. Xo'p, endi bu yoqqa o'tamizda mana uni start berish boshlaymiz. Mana minuscha qilib qo'yamiz, sal qisqartirib beradi. Mana Shayton Akbar bosdik. Mana ketdi, mana endi katta ekran qilib olamizda tuzatish boshlaymiz. Masofani uzoqlashtiradi. Laboratoriyada ishlaydi.
savdolayapti. Mana asliyat saqlangan 96-97%. Zarar ko'rgan joylari mana 8 ta 12 ta atrofida topilgan xatolar. Mana shu yo'qolgan nimalarni ko'rsatadi. O'zlaringiz o'qib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Masalan, men 96% asliyatini saqlab qola olganman. Xo'p, endi bu shayton nimasi programmasida shayton natijalar deb yozamiz. Bu aniqlay olmaydi, unaqa aql yo'q bunda. Xo'p. Lekin o'ziga yarasha farqlarda ko'rsatib beradi. Masalan, o'yindan keyingi so'zlar 104 ta, 4 ta so'z yo'qolgan. Oldingi so'zlar 107 ta. Xo'p. Mana shu ikkita shayton 8 marta xalaq degan, shayton 2-3 marta. O'zim aytdim, juda ham kam. Chunki orasi 5 sekund bo'lgandan keyin intervallar oldingida 3 sekund bo'lganda har qaysi 8 tadan 12 tadan xalaq berishi mumkin bo'lardi. Endi mana men bartaraf qila olganligim uchun ma'lum miqdorda nima bo'lgan. 96%lik nimani ko'rsata olganman. Xuddi shunday usullarda sizlarga sun'iy intellektlarni maslahat beraman. Sun'iy intellektlar bilan mana shunaqa prompt bergan holatlarda prompt berish asosida ishlasangizlar juda ajoyib bo'ladi. Mayli do'stlar, keyingi endi navbat keyingi shaytonlarda ko'rsatishim mumkin. Ungacha yana bitta menyusini ko'rsatay. Mana shuncha narsa hal bo'ldi. Endi men yoqmayapti shuncha narsa, nima qilsam bo'ladi? Mana reload qayta yuklashmi? Qayta yuklatib olamiz. Obnovit qilib oldik. Yana qaytadan ishlayverishlaringiz mumkin bo'ladi. Mayli, sog' bo'lingizlar do'stlar. Xayr, kanalga obuna bo'ling. Kommentariyada fikrlaringizni yozinglar.